Musulmon o'smirlar uchun duolar. Do'stlar, Allohni yod etish nima degan go'zal, ha? Ham biz Allohga nima degan ko'p ehtiyojliq, ha? Allohni yod etishning nurg'un fazilatlari va foydalari bor. Masalan, Allohni yod etish bilan dil arom topadi, gunohlar mag'firat qilindi va bizmi bekchiq savob topa olamiz. Alloh taolo mundaq deydi: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan arom topadi. Sura Ra'd 28-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allohni ko'p zikr qilguvchi erlar va Allohni ko'p zikr qilguvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Sura Ahzab 35-oyat. Do'stlar, buningdan boshqa yana xilma-xil duolar bor bo'lib, biz u duolarni o'z vaqtida o'qib turishimiz kerak. Masalan, uxlashdan burun mundaq duo qilamiz: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Rabbim, yenimni ismingni zikr qilib turib qo'ydim. Ismingni zikr qilib turib ko'tirman. Meni qabz ruh qilsang, menga rahim qilgin. Agar ruhimni qo'yib berdigan, ya'ni hayotimni davomlashtiradigan bo'lsang, uni yaxshi bandalaringni muhofazat qilganingdek muhofazat qilgin. Uyg'onganda bo'lsa, mundaq duo qilamiz: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Jami hamdu sana bizni vafot topqizgandan keyin tirildirgan Allohga xosdir. Hammamiz Allohning dargohiga qaytamiz. Uydan chiqqanda bo'lsa, mundaq duo qilamiz: بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. Allohning ismi bilan chiqdim va uningga tavakkul qildim. Ey Parvardigorim, biz xatolashishdan yoki ezib ketishdan, zulm qilishdan yoki zulm qilinishdan, jahillik qilishdan yoki jahillik qilinishdan sana sig'inib panoh tilaymiz. Uyga kirganda bo'lsa, mundaq duo qilamiz: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. Allohning ismi bilan kirdik, Allohning ismi bilan chiqdik. Rabbimiz Allohga tavakkul qildik. Hojatxonaga kirishdan burun mundaq duo qilamiz: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Ey Parvardigorim, erkak kishi shaytonlarning vasvasidan sana sig'inib panoh tilayman. Hojatxonadan chiqqandan keyin mundaq duo qilamiz: غفرانك. Sening mag'firatingni tilayman. Masjidga kirganda bo'lsa, mundaq duo qilamiz: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Ey Alloh, menga rahmat darvozalaringni ochqin. Masjiddan chiqqanda bo'lsa, mundaq duo qilamiz: اللهم إني أسألك من فضلك. Ey Alloh, fazli rahmatingdan so'rayman. Mashina, poyuz qatorliq qatnash vositalariga chiqqanda bo'lsa, mundaq duo qilamiz: بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Allohning ismi bilan chiqdim. Barliq hamd sana Allohga xosdir. Bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Azan o'qilgandan keyingi duo bo'lsa, mundaqdir: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bu ulug' chaqiriq va barpo qilingan namozning parvardigori bo'lgan Alloh Muhammad alayhisalomga yaqinlik va fazilat ato qilgan. Uni o'zing va'da qilgan maqomi Mahmud, ya'ni qiyomat kunidagi shafaat martabasiga erishtirgan.
Buningdan boshqa yana atdigan kechda o'qiladigan duolarmi bor. Do'stlar, bilishimiz kerakki, bu duolarni o'qishni davomlashtirsak, biz Allohning qo'g'dishi va himoyasi ostida bo'lgan bo'lamiz. Allohning izni bilan hech narsa bizga ziyon zahmat yetkazolmaydi. Ey Alloh, bizning seni yod etishimizga, sana shukr qilishimizga va go'zal ibodat qilishimizga yordamchi bo'lgin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.